Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Bugungi video roligimizda 2026-yilda g'isht o'rniga gazoblok urish xizmatlari qancha bo'ladi? Ustakalarimizdan shu vaqtda ma'lumot olamiz. Ustakalarimiz hozir Andijon viloyati Bo'ston tumanida gazoblok Bog'era mefesida gazoblok urishyapti. Usta Xolmay aka. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum podpischilar. 2026-yil gazoblok narxlari 7000 so'm terilyapti. 7000 so'm. 7000 so'm terilyapti. Hozirda 7000 dan 8000 gacha. Qayergacha xizmat ko'rsatasizlar? Bo'ston bo'ylab. Bo'ston bo'ylab. Andijon, Namangan, Farg'onadan zakaz tushib qolsa borib urib beraverasizlarmi? Pulini kelsa urib beramiz. Bu o'rtalarga boshqacha narx bo'ladi. Albatta, 1-2 so'm qo'shiladi. Bu necha puldan kelib tushyapti bu gazoblok? Bu hozir 17000 dan 17000 dan yo'l kirasi ichida kelib tushdi shu yerga. albatta 17000 dan olinadi. Qurilish 7000 bo'lyapti hozircha. Endi qiziqqanlar bemalol pastda nomerlar bo'ladi, aloqaga chiqaverasizlar. Gaz hozir ustamiz gazoblok haqida ham ozgina tushuncha berib o'tadi. Aka, bu penoblok hozir uy ko'taryapmiz mana. Penoblokdan uy ko'tarishyapti. Hozir shilaka blokdan uy ko'tarishyapti. Pishgan g'ishtdan, xom g'ishtdan shuni ham foydali xususiyatlarini aytib keting aka. Xo'p, utubli bo'ladi. Bu utubli vazifasini ham bajarib beradi. Ikkinchi plyus tomoni tez ko'tariladi. Uchinchi plyus tomoni bunda penoblokdan farqi semun qo'shiladi qo'shimchasiga. Penoblokdan baquvvatroq bo'ladi. Xo'p, yuk ko'tarishi ham, chidamliligi ham shuni hisobiga yaxshiroq bo'ladi. Uni narxida ham farqi bor. Penoblok 10000 so'm chiqsa, bu 17000 so'm. Xullas, yozda salqin, qishda issiq bo'ladi. Albatta. Utubli vazifasini ham bajarib beradi. Kilayga teriladi. Kilayga uriladi. Bir qop kilayingiz 15 ta 20 taga yetadi. Bir qop kilay 15 ta 20 ta gazoblokka yetadi. Razmerlari 60, 30, yana balandligi 20 bo'ladi. Xo'sh, 60 ga 30, balandligi 20 sm ekan. Shunaqa gaplar keladi.